Mumkinmi? O'zi shunaqa kutirish yaxshi ko'rishadi bular. Yaxshi siz boshliq o'zi degan, Qayerga ketyapsan? hujjatlarga imzo chektirishim kerak, tuz zariladi. Kutib tur, men ham kutib turibman. Bular shunaqa kutirish yaxshi ko'rishadi. Imzo qo'yib yuboring, yuklar chiqib ketish kerak edi. Bo'ldi. Uzr, Nurullo kuttirib qo'ydim. Endi boshliqlarga kutirish bizga kutish yarashaveradi. Noto'g'ri tushunyapsiz. Oilam telefon qilib qoldi, uka. Oila bizda ham bor. Plus 3 ta bolasi bilan. Ishda qilish kerak edi. Oilani emas. Tushunmagan odam ekansiz. Uka, mana sog' bo'ling, yuklarni chiqarib oling vaqtida. Bu hayot charxpalak. Ertaga siz o'rningizda meni o'rnimda siz bo'lib qolishingiz mumkin. Shunda eshik tagida qanday kutirishni ko'rsatib qo'yaman. Menga qara, amalparast. Odamlar eshiging tagida kutishini xohlasang, hojatxonadan chiqma. Hojatxonadan chiqma. Aldaydi odam, qo'rqmaydi harom non yer hiyladan, maqsad sotish hatto sotuvda